Vaziyat qanday? Sadang oroliga yaqinlashdi. Sohili yaqinidan soat 3da o'tishadi. Janob Yanga xabar qildingmi? Ha. Suv hali ko'tarilgani yo'q. Kemani orqaga buringlar. Do'stim, buni iloji yo'q. Suv ko'tarilyapti. Jang boshlanishi bilan borib Junhua xonimni himoya qilasan. Hop. Gumbok, bu pistirma. Jabbuko. Suv pasayguncha quruq uyda qolishimiz kerak. Xonim, Kemalar nima bo'ldi? Ularni bitta kemasini qo'lga kiritdik. Unda qimmatbaho shoyi bilan tuz bor ekan. Yunhua xonimni kemalariga qaroqchilar hujum qilganini xoynahoy Yami xonim bilsa kerak. Nima bo'pti? ular Jangbog'uni 30 tacha odamini o'ldirishibdi. Lekin o'zini qo'ldan chiqarishibdi.